Assalomu alaykum. 10-avgust 2023-yil. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Nasaf avtosavdo MChJga 5 kW quvvatdagi 10 grid tizimdagi quyosh foto elektr stansiyasi to'liq montaj jarayonlarini yakunladik, ishga tushirdik. Quyosh foto elektr stansiyasi normal holatda ishlayapti, hammasi cho'pga ishlayapti. Hozir 2-3 kW quvvat tarmoqqa beryapti. Kun anchagina botganiga qaramasdan tushuntiradigan bo'lsam, mana bu tepadagi shitimiz quyosh panellarini zashta qilish maqsadida o'rnatiladigan shit. Mana bu pastdagisi esa davlat tomonidan tarmoq bilan bog'langan shit hisoblanadi. Keyin sizga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, mana bu rezga qo'yildi. Ya'ni bu qachonki davlat toki o'chganda siz foydalanishingiz mumkin. Ya'niki bunda faqatgina dvigatel bo'lmagan narsalarga ishlatishingiz mumkin. Bunda LED chiroqlar deymizmi yoki zaryadchiklar yoki kompyuterlar, notebooklar hammasi ishlatishingiz mumkin. Faqat dvigatel bo'lmagan. Printerdan ham tashqari. Printerda dvigatel bor. Printerdan tashqari. Tefal qo'shish bo'ladi, faqat o'zgarmas tok relis anaqa avtomat orqali qo'shsa bo'ladi. Tepadagi quyosh paneli avtomatini biz o'chirayotgan vaqtda agar sizda montaj ishlari amalga oshsa, mutaxassis bilan qandaydir montajga o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz, ketma-ketlik bo'yicha aytaman-da. Birinchi hozir qo'shilgan turibdi-da, sizga qo'shilish ketma-ketligini ko'rsatay. Birinchi qo'shguncha quyosh panelini shit qo'shiladi, keyin davlat tokini shit qo'shiladi, invertor qo'shiladi. O'chirguncha teskari tartibda o'chirasiz. Ya'ni invertor o'chirasiz. Invertor tablosi to'liq o'chgandan keyin davlat tokidan ajratiladi, keyin quyosh panellari qo'shiladi. Keyin qandaydir o'zgartirish kiritiladi. To'g'ridan to'g'ri hech qachon uzmaysiz. Xo'p.